Bugun biz sizlar bilan toqqa boramiz. Bugun meni singlim tug'ilgan kuni bo'lgani uchun birgalikda tog'da sayohat qilib kelamiz. Birinchi bo'lib mashinaga benzin quyib oldik. Endi bo'lsa yo'lda biror nima yeb ketish uchun snack olmoqchimiz. Birinchi birorta meva olmoqchi bo'ldik. Keyin bo'lsa mandarinni tanladik. И, конечно, ichish uchun napitka tanladik. Hammamiz o'zimizga, men bo'lsa gorilani tanladim. Keyin bu yerdan chips qurut oldik. Bu yerga yana nima turlarini ko'rishga ketyapmiz, bilmadim. Men gorilani fleshga almashtirdim, chunki flesh men uchun gorilladan muhimroq. Korzinga ham olmabmiz, bu doim semishga tanlayaptilar. Va biz 2 paket bozorlik bo'lgandan keyin mana shuncha chek bilan ketyapmiz do'kondan, yo'lga tushamiz. Endi bu yerda Sirdaryodan o'tib ketyapmiz. Odamlar bu yerda turkcha ashulalarni eshitib turadilar. Oxiri asabim buzilib, telefonni oldim-da o'zim xohlagan ashulalar qo'yib ketdim. Puxa amiga e vem dançar, mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Vot biz yangi ochilgan Qor City'ga endi kelyapmiz. Mana shu joy kirib kelish ekan, bilishim bo'yicha. Mashinadan tushishimizga bizani shunaqa atmosfera kutib oldi. Vot shu yerdan biz chiqdik. Mana shu joydan pastdan tepaga chiqamiz. Mana shu yerdan tepaga chiqib aylanib o'tsak, o'sha Qor City'ga kiramiz ekan. Chiqayotgan paytimizda jiyanim mana shu ponichani ko'rib qoldi, tushaman dedi. No, bizning maqsadimiz Qor City'ga borishdi, shuning uchun yo'limizga davom etdik. Kirib birinchi ballonda uchmoqchi bo'ldik. Shunaqa uchish uchun baland zinadan chiqish kerak ekan. Ana xuddi Kung Fu Pandani chiqadigan zinasi bo'ladi-ku, o'shanga o'xshagan uzun ekanda, вообще o'tga chiqquncha odam hansirab qolasan. Va nihoyat chiqib oldim. Вообще uzun ekan zinasi. Men bitta ajoyib qo'lni ko'rib qoldim. Xullas qo'lga chiqay desam, yo'q, nima qilasan, baland xavfli bo'lishi mumkin deyishdi-da. Xo'p dedim, shu bilan ballon tushishga ketdi. To'g'risi odamlarning baqirishi odamni biroz cho'chitadi, chunki вообще-то baland ekan, shuncha zinaga qaraganda balandligi ham ancha baland bo'lishi aniq. Va bizning konimizga keldi. Biz uchishga tayyorlandik. Hammamiz bittada uchmoqchi edik. Yo'q, 6 kishi bittada bo'lmaydi deyishdi. 3tadan uchishga majbur bo'ldik. Vot mana men uchib ketyapman. Bemalol o'zlaring uchgandek his qilishinglar uchun qiynalib bo'lsa ham videoga oldim. Va biz yo'lda ko'rib qolgan ponimizni ko'rib qoldik. Jiyanim shunga otga o'tiraman dedi. O'tirg'izdirib bir marta aylantirib keldi. Kichkina singlim ham mingisi kelib qolib, men ham deganda, keyin odamlar yana mayli hop deb mindirishga yuborishdi. Bu yerda katta singlim ham yosh bolaga o'xshab, men ham minaman dedi, kichkina otga o'tirib oldi. Va keyin qornimiz ochgani uchun ovqat yeyishga keldik. Ovqatimizni yeganimizdan keyin bo'lsa, snack yeyishga qaror qildik. Ovqatlanib bo'lib, ozgincha qor o'ynamoqchi bo'lib, sal teparoqga chiqdik. Va maza qilib qor o'ynab bo'lib, endi ketyapmiz uyga. Va nihoyat o'zimizning qo'qonga qaytyapmiz. Bu yerlarda tomlarda yaxmaliklar bo'lib qopti.
Shuni olmoqchi bo'ldim, xuddiki bo'yim yetadiganda edi. Вот. Ololmadim. Bu yerda kamera bor ekan. Xullas, endi uyga ketyapmiz. Ketishda o'zimiz ham ot minib ketmoqchi edik. Qarasa 2 metr yaqinlashmasimizdan hidi kelyapti-da o'zi. Keyin undan ko'ra minganimizdan minmaganimiz yaxshi deydi, uyga ketaverdik. Vot biz mashinamiz oldiga ketyapmiz. Vot o'tadagi jentrab saniki. Biz Qor Citydan chiqib ketyapmiz. Ko'rib turganinglardek biz ancha uzoqlashib ketdik, hattoki qorlar ham qolmadi bu yo'llarda. Va albatta zerikib ketmaslik uchun ashula ham eshitib ketyapmiz. Keyin ashula eshitib, boshim og'rib qolganidan o'zim xohlagan narsani qo'ydim. Yo'lda davom etdik. Birinchi marta Allohga yuzlandim. Ortiq bunday qila olmayman. Va Qo'qonga kirib kelganimizdan keyin mahallamizga ozgina qolganda yog'iga, rulga o'zim o'tirdim. O'zim minib ketdim. To'g'risini aytsam, anchadan beri mashina minaman, lekin pravam yo'q, tan olaman. Ancha yaxshi minaman, yo'l qoidalarini ham ancha yaxshi bilaman. Потому что 3 yil deganda men yashil chiroq musobaqasiga qatnashganman. Yo'l harakat qoidalarini ancha yaxshi bilaman. Va shu bilan vlogimiz tugadi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat.